Ona nenglar. Ish berdi, dam olyapsanmi senlar? Ashunaqa usullar bir-biriga olsa ham hech narsa bo'lmaydigan apalapkalar oltin narxda xarid qilishlari mumkin. Eng arzon sifatli joyini topib qo'yganman. Bu yerda eng kichkinasi sisma poyezddan boshlanib bir-biriga jahl qilmoqni. Bir-biriga yozib ishlatadigan apalapkalar topib qo'yganman. Eng kichkinasi sisma poyezd apalapkadan boshlanib, eng kattasi mana bunday Lego apalapkalarni oltin narxda xarid qilishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, eng trendga chiqqan Lego apalapkalarimiz, ya'ni 19 metr bo'ladi. O'q, sevni, kulish hamma narsasi qo'shib beradigan variantidan bo'ladi. Narxi 8 million so'm. Agar menga chempion apalapka kerak deydigan bo'lsa, chempion apalapkalar eng oltin narxlarda, hattoki listlar ham 208 listlarda xarid mumkin. Bu ham 5 million 8 million 500 so'm bo'lib qoladi. Bundan tashqari mana bunday kolonna apalapkalarimizda eng sifatlilari, ya'ni 1 metr 1 million 400 ming so'm ham kolonna bo'ladi, ham mana bunday stikanchi kuysa bo'ladi. Ham mana bunday basseyn uchun kuysa bo'ladi va mana bunday regellar uchun kuysa bo'ladigan apalapkalarimiz. Manzil Farg'onaning bu videosidan bo'ladi. Videoga bitta like bosinglar va bu videoni apalapka olaman degan akalarga yuborib qo'yinglar. Hozir endi ko'rasan senlar.